Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yil avgust oyida pensiya masalasida kim kutishi kerak, kim kutmasligi kerak, kim hozirdan hujjatlarini tekshirtirishi zarur. Bu mavzu faqat bugun pensiyaga chiqayotgan odamga emas, balki ota-onasi, turmush o'rtog'i, akasi, opasi yoki o'zi yaqin 2 yil ichida pensiya yoshiga yetadigan har bir inson uchun muhim. Chunki bitta noto'g'ri qaror, bitta yetishmayotgan hujjat yoki arizani vaqtida bermaslik odamning oyma-oy oladigan puliga ta'sir qilishi mumkin. Men bu videoda sizga qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kim avgustni kutsa foyda ko'rishi mumkin? Va kim esa kutib o'tirsa pul yo'qotishi mumkin? Barchasini oddiy tilda, hayotiy misollar bilan aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan mayda ko'ringan joylarda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning oilaviy byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo pensiya masalasida odamlar nimadan adashadi? Shuni tushuntirib olaylik. Ko'pchilik pensiyani faqat yoshga bog'laydi. Erkak 60 yoshga, ayol 25 yoshga kirsa, tamom, pensiya tayinlanadi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya faqat yoshdan iborat emas. Bu yerda ish staji, rasmiy ishlagan davrlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlari, farzand parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish davri, ayrim imtiyozli toifalar, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik kabi ko'plab omillar bor. Ilgari ko'p hujjatlar qog'ozda yuritilgan. Odam ishga kirgan, mehnat daftarchasiga yozilgan, keyin korxona yopilgan, arxivga topshirilgan yoki umuman hujjatlar yo'qolgan. Bugun esa ma'lumotlar asta-sekin elektron tizimlarga o'tayapti. Shu yerda katta o'zgarish paydo bo'ladi. Agar elektron bazada ma'lumot to'g'ri chiqsa, jarayon osonlashadi. Agar bazada staj ko'rinmasa, ish haqi noto'g'ri bo'lsa yoki korxona nomi boshqa ko'rinishda kiritilgan bo'lsa, odam pensiya tayinlashda muammoga duch keladi. Endi 2026 yil avgust masalasiga kelamiz. Odamlar orasida avgustda pensiya oshadi. Avgustni kutgan yaxshi, avgustgacha ariza bermay turish kerak. Hamma qayta hisoblanadi degan gaplar yurishi mumkin. Men ekspert sifatida bunday gaplarga ehtiyotkor yondashishni maslahat beraman. Chunki pensiya miqdori faqat bitta oy bilan hal bo'lmaydi. Agar davlat tomonidan indeksatsiya, minimal pensiya miqdori yoki hisoblash tartibida o'zgarish bo'lsa, u rasmiy hujjat bilan tasdiqlanadi. Shunchaki mish-mish asosida arizani kechiktirish esa ba'zi hollarda odamga zarar keltiradi. Asosiy qism 1. Kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi toifa 2026 yil avgust oyida yoki undan oldin pensiya yoshiga yetadiganlar. Masalan, erkak kishi 1936 yil avgustda tug'ilgan bo'lsa, u 2026 yil avgustda 60 yoshga to'ladi. Ayol kishi 1970 yil avgustda tug'ilgan bo'lsa, u 2026 yil avgustda 55 yoshga to'ladi. Bunday fuqarolar eng avvalo tug'ilgan sanasi bo'yicha pensiya huquqi qachon paydo bo'lishini aniq bilishi kerak. Pensiya odatda huquq paydo bo'lgan kundan keyin ariza va hujjatlar asosida tayinlanadi. Shuning uchun men avgustda yoshga to'laman, demak sentyabrgacha kutaman deb yurish to'g'ri emas. Hujjatlarni oldindan tekshirish kerak. Ikkinchi toifa, staji chegarada turganlar. Masalan, bir ayol 25 yoshga to'lyapti. Lekin uning rasmiy ish staji 19 yil 8 oy chiqyapti. Yana 4 oy ish staji tasdiqlansa, pensiya miqdori yoki huquq masalasida farq bo'lishi mumkin. Yoki erkak kishida 24 yil 6 oy staj bor, ammo u 25 yil deb o'ylab yurgan. Bitta korxonadagi 6 oylik ish arxida chiqmasa, hisob-kitob boshqacha bo'lib ketadi. Hisob-kitob boshqacha bo'lib ketadi. Pensiya yoshiga 1 yil qolganda emas, kamida indamay 2 yil oldin stajni tekshirtirish kerak. Chunki arxivdan ma'lumot olish, eski korxonani topish, xatolikni tuzatish ba'zan bir necha oy davom etadi. Uchinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Bu juda og'ir masala. Ko'pchilik 15-20 yil bozor, qurilish, xizmat ko'rsatish, savdo yoki oilaviy biznesda ishlagan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Pensiya tizimida esa rasmiy tasdiqlanadigan davr muhim. Men ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Ish haqi to'langanmi? Soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'lganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Buyruq bormi? Mana shular rol o'ynaydi. Masalan, bir kishi 1938 yildan 2010 yilgacha ustachilik qilgan, lekin hech qayerda rasmiy turmagan. U o'zini 3 yil ishlagan deb hisoblaydi, lekin hujjatda u 7 yil chiqishi mumkin. Bu farq pensiya miqdoriga juda katta ta'sir qiladi.
To'rtinchi toifa mehnat daftarchasida xatolar borlar. Ba'zan ism bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnara deb yozilgan bo'ladi. Otasining ismi bir joyda qisqartirilgan, boshqa joyda to'liq yozilgan. Tug'ilgan sanada bitta raqam noto'g'ri ketgan bo'ladi. Korxona muhri noaniq, buyruq raqami yo'q. Ishga kirish sanasi bor, lekin ishdan bo'shash sanasi yo'q. Oddiy odam buni mayda narsa deb o'ylaydi, lekin pensiya tayinlashda bunday xatolar savol tug'diradi. Men ko'p ko'rganman. Odamning 7 yillik staji faqat bitta noto'g'ri yozuv sababli vaqtincha hisobga olinmay qoladi. Keyin arxiv, sud qo'shimcha ma'lumotnoma bilan isbotlashga to'g'ri keladi. 5-toifa 2026 yil avgustda pensiyaga chiqish yoki biroz kechroq chiqish haqida o'ylayotganlar. Mana shu joyda kim kutish kerak degan savol paydo bo'ladi. Agar sizda pensiya huquqi avgustda paydo bo'lsa, lekin siz ishlashni davom ettirsangiz, ayrim holatlarda keyinroq murojaat qilish ma'lum jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Nega? Chunki qo'shimcha ishlagan oylaringiz stajga qo'shilishi rasmiy ish haqi yuqori bo'lsa, hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil emas. Agar sizning ish haqingiz past bo'lsa, qo'shimcha bir necha oy staj pensiyani sezilarli oshirmasligi mumkin. Aksincha, ariza bermay yurgan oylaringizda olishingiz mumkin bo'lgan pensiya pulidan ayrilib qolishingiz mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Farhod aka 2026 yil 5 avgustda 60 yoshga to'ladi. Uning rasmiy staji 32 yil. Oxirgi yillarda ish haqi yaxshi, hamma hujjatlari joyida. U avgustda ariza bersa, pensiya tayinlanadi va agar ishlashni davom ettirsa, qonunda belgilangan tartibda pensiyasini olishi mumkin bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Agar u balki yanvargacha kutsam ko'proq bo'lar deb 5 oy ariza bermasa, shu 5 oy ichida olishi mumkin bo'lgan pensiya summasini yo'qotish ehtimoli bor. Keyin pensiya biroz oshsa ham u yo'qotgan 5 oylik pulni qoplamasligi mumkin. Demak, bunday odam kutishdan oldin aniq hisob-kitob qildirish kerak. Boshqa misol, Malika opa 2026 yil avgustda 75 yoshga to'ladi. Uning staji 10 yil 10 oy chiqyapti. Yana staji oy ishlasa 20 yil bo'ladi. Arxivdagi bitta ma'lumot ham topilsa 22 yilga yetishi mumkin. Bunday vaziyatda shoshilib ariza berishdan oldin hujjatlarni to'ldirish, yetishmayotgan davrlarni isbotlash foydali bo'lishi mumkin. Chunki pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin boshida to'g'ri tayinlash odatda osonroq va tinchroq yo'l. Yana bir misol. Rustam aka 2026 yil iyulda 6 yoshga to'ladi. Lekin u 2026 yil avgustda pensiyani oshishi mumkin degan gapni eshitib, ariza bermay yuribdi. Agar rasmiy o'zgarish hamma pensionerlarga tatbiq qilinadigan indeksatsiya bo'lsa, u iyulda pensiyaga chiqsa ham, keyin o'sha oshirish unga ham qo'llanilishi mumkin. Demak, indeksatsiya bo'lishi ehtimoli uchun arizani kechiktirish har doim ham mantiqli emas. Lekin agar o'zgarish aynan yangi tayinlanadigan pensiyalar formulasi, bazaviy miqdor yoki hisoblash davriga bog'liq bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bitta qoidani aytaman. Mish-mish emas, rasmiy qaror va individual hisob-kitob asosida qaror qiling. Birinchi nozik masala ariza sanasi. Pensiya huquqi paydo bo'lgan sana alohida, ariza topshirilgan sana alohida. Odam 6 yoshga to'lgan bo'lishi mumkin, lekin ariza bermasa, tizim avtomatik ravishda hamma holatda pul tashlab bermaydi deb tushunish kerak. Ayrim xizmatlar elektronlashayotgan bo'lsa ham hujjatlarni tekshirish, tasdiqlash va murojaat qilish jarayoni baribir muhim. Shuning uchun pensiya yoshiga yetgan kuni yoki undan oldin maslahat olish, hujjatlar tayyorligini tekshirtirish kerak. Ikkinchi nozik masala stajni tasdiqlovchi hujjatlar. Mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri bo'lsa-da, hamma narsani hal qiladigan yagona hujjat emas. Agar daftarchada yozuv noaniq bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivida bo'ladi, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan tashkilotning huquqiy vorisida bo'ladi. Men ko'rgan holatlarda odam 3 oy faqat eski korxona hujjati qayerdaligini qidirgan. Shuning uchun buni oxirgi haftaga qoldirmang. Uchinchi nozik masala ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdorida faqat staj emas, ish haqi ham rol o'ynaydi. Agar odam rasmiy ravishda past maoshda ko'rsatilgan bo'lsa, amalda ko'proq pul olganini isbotlash qiyin bo'ladi. Masalan, kishi men 5 million olardim deydi, lekin hujjatda mexi 2 million ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisoblashda hujjatdagi ma'lumot asos bo'ladi. Shu sababli pensiyaga yaqin qolgan odamlar rasmiy ish haqi masalasiga beparvo bo'lmasligi kerak.
Bugun konvertda olingan pul ertaga pensiyada ko'rinmaydi. 4-nozik masala ayollar uchun farzand parvarishi davri. Ko'p ayollar farzand tarbiyasi sabab ishda uzilish qilgan. Ayrim davrlar qonunda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin, lekin buni ham hujjat bilan tasdiqlash talab etiladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, ish joyidagi buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski mehnat daftarchasidagi ism bilan hozirgi pasportdagi ism bir-biriga bog'lanishi kerak. Bu oddiy ko'rinsa ham juda ko'p muammo aynan shu yerda chiqadi. 5-nozik masala imtiyozli pensiya va zararli ish sharoitlari. Ba'zi kasblarda odamlar umumiy yoshdan oldin pensiyaga chiqishi mumkin bo'lgan tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Lavozimnoma, ish joyining ro'yxatlariga mos kelishi, ish sharoiti, ish davri, buyruqlar va ma'lumotnomalar kerak bo'ladi. Masalan, odam zavodda ishlagan, lekin hujjatda lavozimnoma ro'yxatidagi nomdan boshqacha yozilgan bo'lsa, imtiyoz masalasida savol tug'iladi. Shuning uchun zararli, og'ir yoki maxsus sharoitda ishlaganlar hujjatlarini yanada ertaroq tekshirishi kerak. 6-nozik masala chet elda ishlagan davrlar. Oxirgi yillarda ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bunday davlat pensiyada qanday hisobga olinishi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy ish shartnomalari va tegishli hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men chet elda 10 yil ishladim deyish bir narsa, uni O'zbekistondagi pensiya hisobida tan oldirish boshqa narsa. Shuning uchun chet elda ishlaganlar shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, badal to'lovlari, migratsiya hujjatlari kabi dalillarni saqlab qo'yish kerak. 7-nozik masala pensiya tayinlangandan keyin qayta hisoblash. Odamlar ko'pincha agar hozir kam chiqsa, keyin to'g'rilab olaman deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda yangi hujjat topilsa yoki xatolik aniqlansa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu har doim ham tez va oson bo'lmaydi. Ba'zan qayta hisoblash sanasi, hujjat qachon topshirilgani, xato kim tomonidan bo'lgani kabi masalalar ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun boshda puxta tayyorlanish eng to'g'ri yo'l. Endi 2026 yil avgustni kutish kerakmi degan savolga aniqroq javob beraman. Agar sizning pensiya huquqingiz avgustgacha paydo bo'lsa va hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, faqat umumiy oshirish bo'lishi mumkin degan gap uchun arizani kechiktirish ko'pincha foydali bo'lmasligi mumkin. Chunki pensiya tayinlangandan keyin ham umumiy indeksatsiyalar amaldagi pensionerlarga tatbiq qilinishi ehtimoli bo'ladi. Lekin agar sizda staj 1-2 oy yetmayotgan bo'lsa, yuqori ish haqi bo'yicha qo'shimcha davr kiritilishi mumkin bo'lsa yoki arxivdan muhim hujjat kelishi kutilayotgan bo'lsa, unda shoshmasdan mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Kutish foydali yoki zararli ekanini faqat raqamlar bilan ko'rish mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi bo'yicha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, pensiya jarayonida odamning o'zi ham nima bor, nima yo'q ekanini bilmay qoladi. Ikkinchi qadam mehnat daftarchangizni satr-satr tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Muhr aniqmi? Korxona nomi tushunarlimi? Familiya va ism to'g'rimi? Agar xato ko'rsangiz, mayli o'tib ketadi demang. Oldindan tuzatish yo'lini qidiring. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Uchinchi qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, oldindan maslahat oling. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklda ham yuritiladi. MyBank.gov. Uz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin murakkab holatda jonli maslahat juda muhim. Mutaxassisdan mening stajim qancha chiqyapti? Qaysi davrlar tasdiqlanmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Ariza berish uchun eng to'g'ri sana qachon deb so'rang. 4-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Agar oxirgi yillarda rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan maoshingiz qanday ko'rsatilayotganini bilib oling. Agar eski davrlar bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Ayniqsa siz yuqori maosh olgan davrlarni hisobga kiritmoqchi bo'lsangiz, ularni hujjat bilan tasdiqlashga harakat qiling.
Beshinchi qadam, agar staj yetmayotgan bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin vaqtni ham yo'qotmang. Qaysi davrlar kirmaganini aniqlang. Masalan, 1994-1998 yillar orasidagi ish davringiz yo'q chiqsa, o'sha tashkilotning arxivini qidiring. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, huquqiy varisni toping. Agar hujjat butunlay yo'q bo'lsa, qonuniy tartibda boshqa isbotlash yo'llari bor yo'qligini mutaxassisdan so'rang. Ba'zan sud orqali faktni tasdiqlashga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'ladi, lekin bu oxirgi choralardan biri. 6-qadam. Ariza berish sanasini tasodifan tanlamang. Agar pensiya yoshiga 2026 yil avgustda yetadigan bo'lsangiz, iyun-iyul oylaridayoq hujjatlarni tekshirtirib qo'ying. Tug'ilgan kuningiz kelganda kerakli tartibda murojaat qiling. Agar kutish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, oldin taxminiy hisob-kitob qildiring. Hozir ariza bersam qancha olaman? 2 oy kutib bersam nima o'zgaradi? 5 oy kutib bersam qancha pensiya pulidan mahrum bo'laman? Shunda qaror hissiyot bilan emas, raqam bilan qabul qilinadi. 7-qadam. Barcha murojaatlaringizni yozma yoki elektron iz bilan qiling. Arxivga so'rov berdingizmi, nusxasini saqlang. Pensiya bo'limiga hujjat topshirdingizmi? Qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Bugun bo'ladi degan odam ertaga boshqa bo'limga o'tib ketishi mumkin, lekin sizda hujjat bo'lsa, o'z huquqingizni himoya qilishingiz osonroq bo'ladi. 8-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p qariyalar hujjat ishlaridan charchaydi. Navbatda turishni, elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Ayrimlari xijolat bo'lib savol bermaydi. Natijada ularning puli kamayib qolishi yoki kechikishi mumkin. Agar ota-onangiz 2026 yilga yaqin pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini hozirdan ko'rib chiqing. Bu faqat moliyaviy yordam emas. Bu farzandlik mas'uliyati hamdir. Xulosa qilib aytaman, 2026 yil avgustdagi pensiya masalasida eng katta xato mish-mishga ishonib, arizani kechiktirish yoki hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Kim kutish kerak? Staji yetishmayotgan. Muhim arxiv hujjatini kutayotgan, qo'shimcha rasmiy ish davri pensiyaga aniq ta'sir qiladigan odam kutish masalasini ko'rib chiqish mumkin. Kim kutmasligi kerak? Hujjatlari to'liq. Pensiya huquqi allaqachon paydo bo'lgan va faqat avgustda nimadir bo'larmish degan gapga ishonib yurgan odamlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Men sizga bitta asosiy maslahatni qoldiraman. Pensiya bu taxmin bilan hal qilinadigan masala emas. Har bir oy, har bir yil staj, har bir rasmiy maosh, har bir hujjat ahamiyatli. Bugun tekshirgan odam ertaga xotirjam bo'ladi. Bugun beparvo bo'lgan odam esa pensiya tayinlash vaqtida yugurib yurishga majbur bo'ladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, izohlarda tug'ilgan yilingizni, stajingiz taxminan qancha ekanini va qaysi masalada qiynalayotganingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oyma-oy daromadini saqlab qolishi mumkin.